1950-yil. Angliyalik daho matematik Alan Turing dunyoga g'alati bir savol berdi. Mashinalar fikrlay oladimi? O'shanda bu savol shunchaki fantastika edi. Turing oddiy bir test o'ylab topdi. Agar siz parda ortidagi suhbatdoshingiz odammi yoki temir quti ekanligini ajrata olmasangiz, demak mashina g'alaba qozonadi. Bugun 2026-yil Turing aytgan o'sha chegara allaqachon buzib tashlandi. Hozir siz internetda o'qiyotgan izohlaringiz, ko'rayotgan videolaringiz, hatto ekrandagi jonli suhbatdoshingiz haqiqiy bo'lmasligi mumkin. Biz bugun oddiy texnologiya haqida emas, insoniyat tarixidagi atom bombasi kashf qilinganidan ham kuchliroq ta'sirga ega bo'lgan hodisa, sun'iy intellekt haqida gaplashamiz. U bizni ishsiz qoldiradimi? U sayyorani quritayaptimi? Yoki u biz kutgan xaloskormi? Keling, kelajak pardasini birga ko'taramiz. Ko'pchiligimiz sun'iy intellekt yoki qisqacha AI degan so'zni eshitganda ko'z oldimizga kinolardagi qotil robotlar yoki inson kabi his qiladigan mashinalarni keltiramiz. Lekin haqiqat biroz zerikarliroq, ammo qo'rqinchliroq. AI bu sehr emas, bu ulkan statistika. Tasavvur qiling, siz hech qachon shaxmat o'ynamagansiz, lekin sizga millionta o'yinlar tarixini ko'rsatishdi. Siz qoidalarni bilmaysiz, lekin mana bu vaziyatda otni yurish 99% holatda g'alaba keltiradi degan ehtimolni bilasiz. AI mana shunday ishlaydi. 2016-yilda Google'ning AlphaGo dasturi shaxmatdan ham murakkab bo'lgan Go o'yinida jahon chempionini yengdi. O'yin davomida dastur shunday g'alati yurish qildiki, buni 37 yurish deb atashadi. Zaldagi barcha mutaxassislar hayron qoldi, dasturchilar ham. Biz unga buni o'rgatmagan edik-ku, deyishdi ular. Bu qora quti muammosi deb ataladi. Ya'ni biz AIni yaratdik, lekin u qanday qaror qabul qilayotganini, uning miyasi ichida nimalar ro'y berayotganini to'liq tushunmaymiz. U xuddi o'z tilini o'ylab topayotgan yosh bolaga o'xshaydi. Faqat bu bola butun insoniyat bilimiga ega. Xo'sh, bu aqlli bola bizning nonimizni yarimta qiladimi? Tarixga qarang. 19-asrda to'quvchilar dastgohlarni sindirishgan, chunki stanoklar ularning ishini tortib olgandi. Bugun navbat jismoniy mehnatga emas, balki oq yoqalarga, ya'ni aqliy mehnat egalariga keldi. Oddiy fakt. ChatGPT va shunga o'xshash modellar chiqqanidan keyin dunyo bo'ylab frilanser, kopirayterlar va tarjimonlarning daromadi o'rtacha 15% ga tushib ketdi. Nega biznesmen odamga $100 to'lash kerak agar sun'iy intellekt buni tekinga va 5 soniyada qilib bersa? Goldman Sachs banki hisobotiga ko'ra, yaqin yillarda 300 million ish o'rni avtomatlashadi. Kimlar xavf ostida? Birinchi o'rinda kol markaz operatorlari. AI hozir mijozning kayfiyatini ovozdan aniqlab, shunga mos javob bermoqda. U charchamaydi, qo'pol gapirmaydi va maosh so'ramaydi. Ikkinchi o'rinda dasturchilarning yordamchilari. Oddiy kodlarni yozish uchun endi inson kerak emas. Uchinchi o'rinda dizaynerlar va hisobchilar. Lekin tanganing ikkinchi tomoni ham bor. Eslab qoling, sun'iy intellekt sizni ishsiz qoldirmaydi. Sun'iy intellektni ishlatishni biladigan boshqa inson sizni ishsiz qoldiradi. Bozorda prompt injenerlar degan yangi kasb paydo bo'ldi. Bu AIga to'g'ri savol berish san'ati. Kimki buni o'rgansa, u bir o'zi 10 kishining ishini bajarishi mumkin. Biz ish o'rinlari haqida ko'p gapiramiz, lekin deyarli hech kim gapirmaydigan, ammo juda dahshatli bir haqiqat bor. Biz internetni bulut deb ataymiz. Bulut yengil, oppoq va zararsiz tuyuladi. Aslida esa bu bulut sayyoramizdagi eng ochko'z yirtqichlardan biridir. Uning asosiy ozuqalari esa odamlar uchun zarur bo'lgan toza suv va elektr energiyasidir. Siz ChatGPTdan menga she'r yozib ber deb so'raganingizda, bu jarayon shunchaki telefonda sodir bo'lmaydi. So'rovingiz minglab kilometr uzoqdagi futbol maydonidek keladigan ulkan server markazlariga boradi. Sun'iy intellekt oddiy qidiruv tizimidan 10 barobar ko'proq energiya talab qiladi. Google'da bitta narsani qidirganingizda sarf bo'ladigan energiya bitta choynakni qaynatishga ham yetmaydi. Ammo ChatGPT bilan bir marta suhbatlashganingizda u bitta svetodiod lampochkani 3 soat davomida yoqib qo'yishga yetadigan tokni yeb yuboradi.
Massachusets Texnologiya instituti tadqiqotiga ko'ra, bitta yirik til modelini o'qitish davomida havoga 284 tonna karbonat angidrid chiqariladi. Bu bitta avtomobil o'z umri davomida chiqaradigan zaharli gazdan 5 barobar ko'pdir. Keyingi fakt sizni shokka tushirishi aniq. Mashinalar nafaqat tok bilan, balki suv bilan ham oziqlanadi. Superkompyuterlar milliardlab operatsiyalarni bajarayotganda dahshatli darajada qiziydi. Ularni portlab ketmasligi uchun biz ichadigan toza suv bilan sovutishadi. Kaliforniya universiteti tadqiqotchilari hisoblab chiqishdi. Siz ChatGPTga 20 tadan 50 tagacha savol bersangiz, server xonasida yarim litr toza suv bug'lanib ketadi. Tasavvur qiling. Microsoft kompaniyasi 1 yilda 6,5 million kub metr suv ishlatgan. Bu 2500 ta Olimpiya suzish havzasini to'ldirishga yetadigan suv degani va bu raqam yiliga 30% dan ko'proqqa o'sib bormoqda. O'zbekiston kabi suv taqchil mintaqalarda bu dahshatli signal. Agar ertaga bizda ulkan data markazlar qurilsa, ular bizning dehqonchilik va ichimlik suvimizga sherik bo'lishini tushunishimiz kerak. Shuningdek, sun'iy intellekt poygasi bizni har 6 oyda yangi chiplar ishlab chiqarishga majburlamoqda. Eskilari esa zaharli chiqindiga aylanmoqda. Har yili dunyoda 50 million tonnadan ortiq elektron chiqindi hosil bo'ladi. Ularning tarkibidagi qo'rg'oshin va simob oxir-oqibat bizning tuprog'imizga tushadi. Eng qizig'i nima bilasizmi? Biz sun'iy intellektdan global isishni qanday to'xtatamiz deb so'raymiz. U bizga ajoyib javoblar beradi. Lekin o'sha javobni tayyorlayotganining o'zi global isishni yanada tezlashtiradi. Biz tabiatni asrash uchun texnologiyaga tayanyapmiz. Lekin texnologiya tabiatning so'nggi resurslarini shimib bitiryapti. Ekologiyadan ham xavfliroq narsa bu bizning ishonchimizdir. Avvallari o'z ko'zim bilan ko'rganimga ishonaman derdik. Endi bu gap o'z kuchini yo'qotdi. Deepfake texnologiyasi haqida eshitgansiz. Internetda mashhur siyosatchilarning aytmagan gaplarini aytayotgan videolari to'lib ketdi. Lekin bu muammo sizning uyingizga ham kirib kelishi mumkin. Tasavvur qiling, telefoningiz jiringlaydi. Ekranda onangizning raqami ko'tarasiz. U yerdan onangizning vahimali ovozi eshitiladi. Bolam, yordam ber, avariyaga uchradim. Shoshilinch pul kerak. Ovoz 100% onangizniki. Nafas olishi, so'zlash uslubi, hammasi bir xil. Siz shubha qilmaysiz. Aslida esa bu shunchaki sizning ijtimoiy tarmoqdagi videolaringizdan ovoz namunasini olib, klonlashtirgan firibgar AI edi. Bu fantastika emas. Bu bugungi kunda dunyoda sodir bo'layotgan jinoyatlar. Yana bir qiziq nazariya bor. O'lik internet nazariyasi. Unga ko'ra, hozir internetdagi izohlarning, postlarning yarmini odamlar emas, botlar yozmoqda. Biz bo'm-bo'sh xonada faqat mashinalar bilan gaplashayotgandekmiz. Bu insoniyatni yolg'izlik sari yetaklamaydimi? Albatta, hammasi faqat qora rangda emas. Sun'iy intellekt xuddi atom energiyasiga o'xshaydi. U bilan shaharlarni vayron qilish ham, millionlab uylarni yoritish ham mumkin. Keling, yaxshi tomoniga qaraymiz. Tibbiyotda inqilob yuz bermoqda. AlphaFold nomli dastur insoniyat 50 yildan beri yechimini topa olmayotgan muammoni, oqsillar tuzilishini bir necha oyda aniqlab berdi. Bu nima degani? Bu saraton, Alzheimer va boshqa davosiz kasalliklarga qarshi yangi dori vositalari degani. Ta'limdachi, AI har bir bola uchun individual o'qituvchi bo'la oladi. U charchamaydi va har bir o'quvchining qobiliyatiga moslashadi. Til to'sig'i yo'qolmoqda. Endi dunyoni kezish uchun o'nlab tillarni o'rganish shart emas. Qulog'ingizdagi kichik moslama real vaqtda tarjima qilib beradi. Xulosa qilib aytganda, biz poyezd relslarida turibmiz. Qarshimizdan esa tezurar poyezd. Sun'iy intellekt kelmoqda. Uni to'xtatib bo'lmaydi. Uni ortga qaytarib bo'lmaydi. Demak, bizda yagona yo'l bor. U bilan to'qnashib ketish emas, balki uning boshqaruviga o'tirish. Sizdan talab qilinadigan narsa qo'rqmaslik va o'rganish. Qadrdon tomoshabin, diplom olib o'qish tugadi deydigan davr o'tdi. Endi har kuni o'qishga majburmiz. Tanqidiy fikrlang. Har bir ko'rgan videongizga shubha bilan qarang va eng muhimi, inson bo'lib qoling. Mashinalar his qila olmaydi, seva olmaydi, hamdard bo'la olmaydi. Bizning ustunligimiz bizning yuragimizda. Sun'iy intellekt mavzusi hali tugamadi. U endi boshlanmoqda. Sizningcha, 10 yildan keyin O'zbekistonda hayot qanday bo'ladi? Robotlar do'stimiz bo'ladimi yoki raqibimiz? Fikringizni izohlarda kutib qolamiz. Infoqadam kanaliga obuna bo'ling. Kelajak sari birgalikda qadam tashlaymiz. Salomat bo'ling.